Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Bugungi videomiz noodatiy tarzda Toshloq tumani Devo Textile degan unaqa noyob sut yo'nalishida echkiga qiziqqanlar bo'lsa, shular haqida bo'ladi. Videoni boshida videodan like bosib qo'yinglar, chunki bunaqa echkini aniq ko'rmagansiz. Mana o'zim ham birinchi marta ko'rib turishim. Buni zoti nima deyiladi-ku? Pokiston aka bu. Buni zoti Pokiston deyiladi. Hozir endi ko'paytirishib vali odamlar chachishtirib yuboryapti aka. Lekin mana shu Pokistonning o'zi tepasida mana qizil, o'zi toni qizil bo'ladi aka, bunday tepasi o'zi qora yo'li bo'ladi aka, mana bolalarda ham bor aka, mana yo'l. Bir xilda xudo xolasa. Tepasida qora palasa bo'lar ekan. Ha, mana yo'li bo'ladi aka o'zi. Tozasi bu Pokistonni. Ahli yetadiganlar bo'lsa, toza bo'lsa toza, toza bo'lmasa toza bas deb kommentariyada fikrlarni kutamiz. Mana quloqlari ham aka gul olib qo'ygan aka mana. Quloqlari ham uzun ekan-a? Uzun bo'ladi aka, o'zi biladi quloqlari. Qo'llarini mana shunaqa aka, mana toza aka. Haqiqatan o'zi bilinib turib toza narsa ekan, haqiqatan zotga boqaman deganlar bo'lsa, buni suti necha litr beryapti endi hozirgi kunda? Aka hozir 1 litr suti bor aka, hozirgi kunda. Bolalar emib turibdi aka, o'shani hisobiga 1 litr. Bo'lmasa agar 5 litrgacha chiqadi buni suti aka, hali kitobida 5 litrgacha chiqadi aka. O'zi kitobida yozilgan. O'shunaqa aka. Bolalari nima deysiz? Bolalari ham sog'liq. Xudo xolasa ko'paytiriladi aka. Ko'paytirish yo'nalishlariga yaxshi bo'ladi aka, xudo xolasa. Ana, yana zot olaman sizlarga taka qo'shsalar ham bo'ldi. Enasi bolasi mana zoti yaxshi. Xudo xolasa ko'paytiraman sut yo'nalishlariga ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqib olasizlar. Bittadan like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bitta bolasi chista o'ziga o'xshagan bo'ldi. Ha, barxil aka. Bitta bolasi o'ziga o'xshagan, bittasi dadasiga o'xshagan bo'libdi. Dadasiga o'xshagan. Ular tushib desa bo'ladi. Xudo o'zim Mashalloh. Haqiqatda mo'jiza bu hamda. Hay aka. Mana sut yo'nalishida dorilikka so'raganlar bo'lsa, pulini nech bildingiz endi pulini? Aka pulini $1000 beramiz aka. $1000 berasiz. Telefon qilishaversin aka, ha. Komplekt $1000 aka. Agar bolalarni olaman degan odamlar bo'lsa, telefon qilishaversin. Bolalarni ham sotilaveradi. Buni alohida. Bitta yoshini ko'rib bersak bo'ladimi shuni ochinchini? Mana aka. 4. Ikkinchi bolalar ekan. Ikkinchi bolalar. Yosh ekan, sog'lom ekan, yeb ichishi xudo xolasa bexijolat, ha? Aha, xudo xolasa sinab ko'rib olishaveradi aka. Bo'ldi, qo'yib yuboringlar, shunaqa bir yurishsinchi bir ko'raylikchi. Oh. Ishqibozchilikka mana boqaman deganlarga, dorilikka sut yo'nalishida so'raganlar bo'lsa, ham sutini ichishadi, ham tomosha qilib maza qilishadi aka, ikkoviga ham. Bunaqalari zaparklarda bo'ladi.